Noir o'rgimchak odam serialining yangi treylerlarini ko'rdingizmi? Ha, menimcha Marvel bizga haqiqiy surpriz tayyorlab qo'ygan ko'rinadi. Ayniqsa mana bu kadrlardan keyin men serialda rostdan ham Man Spider taqdim etilarmikan deb o'ylab qoldim. Keling, bugungi video davomida har ikkala treylerlarni tahlil qilib, serialda qanday voqealar bo'lishini taxmin qilamiz. Bundan tashqari bu serial nega ikki xil ko'rinishda taqdim etilayotganini, Nicolas Cage ijrosidagi o'rgimchak odamning organik to'rlari nega qora rangda ekanligini, hamda bitta serialda nega bunchalik ko'p yovuzlar qatnashayotganligini bilib olasiz. Shunday ekan siz obuna bo'ling, men esa videoni boshladim. Treylerlarda birinchi va osongina payqab olishingiz mumkin bo'lgan narsa bu. Bosh rolda, ya'ni Noir o'rgimchak odam rolida Nicolas Cage ekanligi. Ha, hozir ko'pchiligingiz axir u Marvel olamida arvoh poygachi sifatida qatnashgan edi. Endi esa bu rolni o'ynamoqda. Bu qanday bo'lishi mumkin deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Gap shundaki, Ghost Rider, ya'ni Nicolas Cage ijrosidagi arvoh poygachi olami ikkita film bilan mutlaqo yopilgan, ya'ni tugatilgan. Marvel esa hozirda bu personaj uchun yangi aktyor izlamoqda. Chunki katta ehtimol bilan Qasoskorlar sirli urushlar filmida qatnashadi va Nicolas Cage ijrosidagi Noir o'rgimchak odam ham bu filmda qatnashish ehtimoli juda katta. Shuning uchun ham Marvel bizga bu serialni taqdim qilmoqda va bundan tashqari u har xil janrlarda boshqa o'rgimchak odamlarni ham jonli filmda yaratishini ham ma'lum qilgan. Masalan, musiqiy janr bo'lsa hindistonlik o'rgimchak odam yoki rock o'rgimchak odamini qatnashtirishi mumkin. Va serial davomida faqatgina Noir o'rgimchak odam qobiliyatga ega bo'lish bilan cheklanib qolmaydi. Unga qarshi chiquvchi yovuzlarda ham har xil qobiliyatlar borligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, olov odam, elektrni boshqaruvchi odam va qum odam. U serial davomida kasallangan qilib ko'rsatiladi va o'z kuchlaridan qanchalik ko'p foydalansa, shunchalik o'ziga zarar qilayotgan bo'ladi. Yana mana bu personaj ham serial davomida yovuz personaj sifatida qatnashadi. Ammo u kim va qanday qobiliyatga ega ekanligini men aniq bila olmadim. Bilganlardan esa izohlarda yozib qoldirishini so'rayman. Hozir sanab o'tgan barcha personajlarim esa mana bu shaxs, ya'ni Silvermane tomonidan boshqarilayotgan bo'ladi. Komikslarda u shaharning 30 yildan ortiq meri bo'lgan va u har xil turdagi jinoyatlarni amalga oshiruvchi mafiya boshqaruvchisi edi. Unga hatto politsiyachilar ham hech narsa deya olmas edi. Ammo uning asosiy qo'rquvi bu o'lim. U o'lishni xohlamaydi va boqiy hayot kechirishga harakat qiladi. U har xil turdagi tajribalarni o'tkazadi va shunday tajribalarning birida u to'shakka mixlanib qoladi, ya'ni tanasi falajlanadi. Biroq u o'ziga kiborg tana yaratib oladi. Balkim serial davomida ham u o'rgimchaklar orqali o'ziga boqiy yashash uchun tajribalar o'tkazayotgan bo'lishi mumkin. Chunki mana bu va shunga o'xshash sahnalarda yarim o'rgimchakka aylanib qolgan muvaffaqiyatsiz tajriba namunalarini, ya'ni yarim odam va yarim o'rgimchaklarni ko'rishimiz mumkin. Endi menda bitta savol paydo bo'lmoqda. Bizning Noir o'rgimchak odam, ya'ni Ben Reilly. Ha, uning serialdagi ismi shunday. U biz bilgan o'rgimchak odam yondosh olamlar multfilmidagi Miles Morales bilan birga ko'rgan Noir o'rgimchak odam emas ekan. Lekin men serial treylerlari chiqishidan oldin aynan o'sha bo'ladi deb o'ylagan edim. Chunki multfilmdagiga ham aynan Nicolas Cage ovoz bergan edi. Savolga qaytsak, xullas o'sha Ben Reilly radioaktiv o'rgimchak chaqishi orqali o'rgimchak odamga aylanganmi yoki mana bu yarim odam, yarim o'rgimchak tishlash orqalimi? Chunki bu sahnada uni o'rgimchak chaqqandek ko'rsatishdi va mana bu sahnada esa u odam o'rgimchak tomonidan tishlanmoqda. U nima yoki qanday hodisa orqali o'rgimchak odamga aylangan bo'lmasin, bu hodisa unda og'riqli kechayotgani aniq. Chunki uning ko'ziga har xil illyuziyalar ko'rinmoqda. Mana bu sahnada u mashina ichida cho'kib ketayotgan sevgilisini ko'rmoqda. Bu ham menimcha illyuziya. Chunki mana bu boshqa sahnada u qabr toshiga qandaydir taqinchoqni qo'yayotganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni katta ehtimol bilan uning sevgilisi o'sha cho'kishda vafot etgan. Yana mana bu sahna ham illyuziya bo'lishi mumkin. Keyin mana bu sahnada Nicolas Cage'dan haqiqiy o'rgimchak oyoqlari o'sib chiqayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu undagi mutatsiya jarayonining boshlanishi, ya'ni o'rgimchak odamga aylanish vaqti. Lekin u boshida bunga o'rgana olmayotganligini, bu orqali ancha qiyinchiliklarga duch kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Yana bir qiziqarli va ko'pchiligingizni hayron qoldiradigan detal esa bu uning to'rlarining rangi qora ekanligi. Biz odatda oppoq sintetik to'rlarga o'rganganmiz, lekin bu olamda hamma narsa boshqacha. Menda hozircha aniq bitta fakt mavjud emas, ammo bitta taxminim bor. Bu olam eski va asosan oq-qora stilda bo'lganligi tufayli ijodkorlar shu uslubni tanlashgan bo'lishi mumkin. Lekin menga bu ancha yoqib tushdi. Ha, yana ikkinchi treylerda bitta o'rgimchakka katta urg'u berib o'tildi. U Ben Reillyni chaqqan va u shu orqali o'rgimchak odamga aylangan deb o'ylashimiz uchun. Lekin aniq unday emas, chunki agar payqagan bo'lsangiz, birinchi treylerda
tezgina qilib aynan o'sha o'rgimchakni Ben Reilly'ning o'zi o'ldirganini ko'rsatib o'tishdi. Endi o'zimning serial voqealari haqida qanday taxminda ekanligimni aytib o'tsam, bizning qahramonimiz, ya'ni Ben Reilly tinchgina isqvorlik qilib yurgan bo'ladi va uning oldiga bitta ayol keladi. U do'sti yo'qolganini va uni topib berishini so'raydi. Ben bunga rozi bo'ladi va qidiruv ishlari uni Silvermane'ning tajribalar o'tkazadigan qarorgohiga olib keladi. U yerda esa u bir qancha o'rgimchak tanalariga aylanayotgan odamlarni uchratadi. Shu qatorida boyagi ayolning do'stini ham. Shu yerda uni bitta o'rgimchak, ya'ni mana bu idishdagi o'rgimchak uni chaqib oladi va uyiga qaytgach mutatsiya jarayonlari boshlanadi. Oxir oqibat u noyer o'rgimchak odamga aylanadi. Uning birinchi dushmanlari esa bardagilar bo'ladi. Ular bilan mushtlashadi. Keyin shahar meri bo'lgan Silvermane'ning ortiga tushadi. Voqealar rivojida boyagi xonim uni sevib qoladi va oxir oqibat yakunda Silvermane'ni to'xtatadi. Bu shunchaki ikkita treylerni ko'rish orqali menda vujudga kelgan taxmin xolos. Bunga ishonib qolmang. Lekin menimcha serialning voqealari rostdan ham bundan u darajada uzoq bo'lmaydi. Nima bo'lmasin, buni shu yilning 25-maydan boshlab bila boshlaymiz. Chunki aynan shu sanada serial taqdim etilishni boshlaydi va umumiy 8 ta qismdan iborat bo'ladi. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga alohida rahmat. Bittagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Kinotime bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.